Assalomu alaykum azizlarim. Sizlarga bitta axborot bilan bo'lishmoqchiman, informatsiya bilan. Foydasi bor, zarari yo'q. Mevali daraxtlar hozir baribir kesiladi, shoxlari kesiladi, ba'zida qurib qoladi. O'sha qurigan mevali daraxtlarni bir joyga to'plab, alohida o'zini yoqasizlar. Endi albatta bunga juda ham ko'p mevali daraxtni tanasi ketadi, shoxlangan shoxlari, qurigan shoxlari. O'zlariga keragicha 100 gram, 200 gram, 1 kilo, 2 kilo kulini olib, yaxshilab ilisizlar va ichiga tablarini qarab, albatta chayni soda qo'shasizlar. Yarim kilo kulga 100 gram chayni soda, 10 gram 20 gram mayda tuz, lavrovi listini kofemolkadan o'tkazib un holiga keltirib, gvazdika un holiga keltirib, kurkuma, kardamon, koritsa qo'shasizlar. Hammasini qo'shib yaxshilab ilab, tishlaringni yuvib yursanglar, tishlaring kasal bo'lmaydi. Karies, balobatlar bo'lmaydi. Tish pastasi juda ham zararli xususiyatlarga to'la tish pastasi. Uning ichiga kim nima solganini bilmaydi. Eng yaxshi masalliq, eng yaxshi narsa bu o'ziz qo'lingizdan yasagan narsa. O'ziz bilasiz, sostavi nimadan iborat, nimasi zararli, nima. O'ziz hech qachon o'zingizga zarar yetkazishni xohlamaysiz. Bu aniq gap. Shuning uchun o'ziz hamma foydali ingrediyentlarni qo'shasiz. Aytdim, gvazdika, kardamon, kurkuma, koritsa, chayni soda hammasidan kerak miqdorda qo'shib iliysiz va shu pasta bilan, shu parashok bilan tishingizni erta kech yuvib yursangiz, tishingiz hech qachon kasal bo'lmaydi, aniq kasal bo'lmaydi inshaalloh. Va tish pastasi, sotiladigan tish pastasidagi zararli ingrediyentlardan xalos bo'lasiz. Bu o'zlaringning fantaziyalaringga bog'liq. İchiga qancha foydali ko'p narsa qo'shsanglar o'sha parashokka, shunchalik ko'proq effekt beradi. Faqat kimyo qo'shish kerak emas, faqat tabiiy narsalar. Agar o'shani asalli suvga, tish parashogini asalli suvga botirib, keyin parashokka botirib, keyin yuvsangiz, asal yana bir boshqa effekti bor. U parazitlarni, boshqalarni o'ldirish xususiyati tezroq, u ham o'ldiradi. O'ziz fantaziyasiga bog'liq. Mana shuni sizlarga yetkazmoqchi edim. O'zimni kul hamma joyda topiladi. Tekin endi mevali daraxtniki bo'lish kerak. Albatta mevali daraxtniki bo'lish kerak. Qurigan, endi qurimagan mevali daraxtlarni kesib, uni tanasini yoqmanglar, u yaxshi emas. Mevali daraxtlarni ko'paytirishimiz kerak, lekin ma'lum bir ba'zi sabablarga ko'ra daraxtlar quriydi. Uni yoqqandan keyin kulini tashlab yuboramiz. O'sha kuldan foydalaninglar degan maqsadda ham tish pastasidan qanaqa bo'lishi qat'iy nazar nomlarini aytib o'tirmayman. Foydalanmaganlaring maqsadga muvofiq. Tabiiy narsa odamni sog'aytiradi. Men o'zim foydalanmayman tish pastasidan hech qachon. Tishlarim Allohga shukr yomon emas. Salkam 70 yoshga kirib qoldim. Tishlarim hammasi butun, mashalloh. Sizlarga ham shuni maslahat beraman. Tishlaring oppoq, toza, parazitlarsiz, kariyesiz bo'ladi inshaalloh. Alloh hammamizni yaxshilikka sababchi qilsin. Qo'limizdan kelsa birovga yaxshilik qilaylik. Qo'limizdan kelmasa chetga chiqib turaylik. Yomonlikdan hammamizni Allohning o'zi asrasin. Yomon insonlardan o'zi asrasin. Rabbana faghfir lana zunubana va kaffir anna sayatina va tawaffana ma'al abrar. Allohim doim olijanob insonlar davrasida qilsin hammamizni. Amin.